Salam tovarok, yaxshimisan? Yaxshi rahmat. Ol ko'chani boshi bor-ku. Ava? Shu birinchi joy, Ava? ikkinchi joy. Mana qarang, bir seriyozini tushuntiringmi? O'zashdim. Shuni yonindagi joy o'ytamon bolasini vasabi etib beribdi. Hamma qo'shnilar 50 mingdan tashatırmiz. Barasizlarmi? Bo'ldi, tashashamiz biz ham malladan. Tovarok. Tuxuman berimiz bize ulara. Adamboy, bar başqa qo'mishlardan al, bize berimiz, sadakan barimiz bize. Neydi bu 50-50 deb günde yugurib kelaverasa? Tovarok girishana. Tovatim nechta odam bo'la? Alo. Jakka to'ya bormaysanmi? Ekem 50 ming so'm tashamayacak, şuna barib bilmeyecekmen mena. Qarab borni ekan ekkichakmi yana o'zi bilan pullarni. Tovarok. Ekan geldi o'xshaydi, qo'ydim. Bu pullarni hammasi sen uchun. Men ketgandan keyin bir narsali bo'lsin da men pullarni yenilab sana tashib ketacakman. Yaxshi aka, esa bir 50 ming so'm berib turing. Bir tiyin pulim yo'q meni. Bar yatdan bir tezor prizor gör. Alo. Alo, Baxtiyar, yaxshimisan? Yaxshi rahmat. Kim bu? Men O'ktamdan to'ya chaqirsam borman debsan. Ma qara, O'ktam. Balanga velosiped tep berasanmi? Short kiyib berasanmi? Ma desa furamiysanmi? Ma pul barabar, barman men. Kelaver, bir so'm pulun kerakmaydi. Qo'shni kerakmiymi? Yo'q, yeyib ichib ketsang bo'ldi. Esa to'yxona gireverishda 2 dona kishi qarobga pul solib o'tiradi. Men bir tiyin pul berimman. So'rasalar arqama qaytib ketaman lekin. Yaxshi. Qo'ydim barama. Bir tiyin pul berimman. Ma desa pishga do'g'miymi? Kim ekan endi bu? Assalomu alaykum. Baxtiyor abam ekan. To'shiyasini tushding. Men shirkatdan edim. Sen qaysi shirkatdan kelding? Qaysi shirkatchi seni bu sovuqda ko'chada yuritib qo'ydi? Shirkatda 300 ming so'm qarzingiz bor ekan. Shuni to'lab bersangiz yaxshi bo'lar edi. Unda pul. Rahmat. 4 oyligini to'lab qo'yaman. Keyinga yana boramandan 5 oyligini to'layman. Shirkatning lokatsiyasini tashab qo'yma, yaxshimi? Bar sovuqda yurma. Yaxshi, sog' bo'ling.